Bugungi to'yimizda telefonni orqa va oldi kameralarni berkittiruvchi narsalarimizni zakaz qilishgan. Anvar aka qalay? Assalomu alaykum. Davudxon, bu nima bu o'zini tushunmayapman. Hozir men qarang, ekran ishlayapti mana. Kameraga kirsam, kamera ko'rsatmayapti. Nima bu? Oldi ham ko'rsatmaydi, qarang. Juda ham ko'pchilik savol beradi, oldi ko'rsatadimi deb. Yo'q, oldi ham ko'rsatmaydi. Oldi ham ko'rsatmaydi. Bu akajon kuyovi talablariga binoan bo'lgan. Telefonni orqa va oldi kameralarni berkittiruvchi narsa. Buni asosan qilinishidan maqsad juda ham ko'p to'lada har xil holatlar bo'libdi, videolar tarqab ketdi, ko'p oilaning ajrashuviga, har xillarga e'tirozlarga sabab bo'ldi. Shuning hisobiga shunaqa narsalarni qildik akajon. Nima deysiz? Bu o'zingizdanmi? Bu o'zimizda. Bitta tomoni bor ekanki, masalan, haligi nima deydi, o'zimiz dinimizga ham to'g'ri keladigan, masalan, kelin-kuyovlar kimdir oladi, ko'z tegadi. Shunaqa. Har tomonlama dunyoviy ham, diniy tomondan ham haligi himoya vositasi deb aytsam bo'lar ekan. Qoyil lekin. Shunaqa. Bugungi to'yda hammaga shunaqa narsa qilib beramiz yaqinda. Bizni kuzatishda davom etinglar.